Xullas, Ozod menga kerakli insonlar-da. Lekin men uni aylantirib olib kelaman. Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir bolalar bilan shpion o'yinini o'ynamoqmiz. Meni yaxshi ko'rgan ovqatimni topishlari kerak. Meni yaxshi ko'rgan ovqatim tokoshi, ya'ni голубцы. Kelinglar. Ovqatmi? Ovqat. Quyuqmi? Ha, savollar beramiz. Ha, voy. Quyuq. Quyilgan suyuqmi? Quyuq, bashkadalashmaydi. Yengil ovqat ekan, suyuq bo'lsa. Oshmi? Sirgurich. Manta. Qala. Beshbarvo. Tugiladi. Chuchvara. Men yomon ko'raman. Manta. Tugiladi desa nima? Tugiladi somsami? Ha, Tugiladi. Do'lma. da. Do'lma. Hop, kim aytsa ekan? Munisa Rizayeva. O'zimi? Ha, Nima aytdingiz? yaxshi ko'rgan qiz. Xo'p. Ismimi nimasi? Ismi? Aka. Aka. Bosh harfi M. Ikkinchi harfi A. Meni yaxshi ko'rgan mashinam Ford Mustang. Shu topishlari uchun ko'ramiz. Hi girls. Mashina. Oncami? Mashinalarga qiziqmayman, o'shaning uchun nomlarini bilmayman, lekin shu yili xudo xohlasa BYD olaman. Men sizga aytganman, kimman? O'rtoqlar, to'g'risini aytaman. Umrimda mashinalarni tushunmayman. Ko'p gaplashyapsiz, meni gapimga reaksiya qilmadingiz. Men o'zim mashinalarga qiziqmayman, lekin xudo xohlasa bu yil BYD olaman. Oo deyishim. Ottirasing turadi, Ferrari. Nima turgan bo'lar? Yo'q, Mustang. Qanaqa mashina? Nimaga? Ha. Dildor degan. Ha, keyin bo'lasiz. Men shunaqa yoqmaydi, kibrli insonlar. Xullas shu joyda o'yinimiz o'z xarakteri bor-da. Kibr berasan sen. Ha, sizlarchi Dildor yoqmas ekan, boy topib. Yo'q, o'shanisi yo'qotaylik degan maqsadda aytmayman. O'rtoqlar, Dildor shunaqa. O'yinimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Agarda yoqqan bo'lsa yozib qo'ydik, ikkinchi qismini chiqaramiz. Va ikkinchi qismida ozteka bo'lmaydilar.